safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan turmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchim kerak. Endi Buxorolik mehmonimizga shunchaki stul olib chiqsa uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu nodir tartib hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ri, hali yo'q. Fohishaning to'yi, fohishaning xiyonati, fohishaning qotili. Ota-onasini tarbiyasini olgan fohisha deb qo'yman. Filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, tuhmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mazkur chiqadi. Tamam, endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatkor. Shifokorning xiyonati. To'g'ri aytasiz. O'zi bu iflos kuyov, sizni mana bu to'tingizga qiziqib o'ylanyapti. O'zi butun xalq sizni to'tingizga qiziqadi. Menga qarang, o'zi bu haqiqiymi? Ha, ishonmasangiz ochib ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz ekspertiza qildiramiz. Kelinglar. Hozircha aktyor aktrisalar hamda o'zbek kinosi haqida fikrlaysiz. Endi o'zimga yo'q. Yo'q, fikringizni mana o'z kinolarga qo'ygan nomingizdan ham bilib olsa bo'ladi. Ko'chada qolgan aktyor. Rejissyor va uning o'ynashi. Ikkita yigit bilan yurgan aktrisa. Mashhur qo'shiqchining xiyonatkor sevgilisi. Bu yoqda nomlarga e'tibor beringlar. Kelinning siri, kuyovning siri. Shuni bitta qilib er-xotinning sirini Yo'q, deb olmadik. Yaqinda biz o'yladik-da, Chimildiq siri deb qo'ygan kinomiz. Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Qaysi jon? Ha? Qo'shib berdimi? Ha? O'rnak faqatligidan bilib qo'ysa. Bor-boriga qara. Esimdan chiqdi. E'tibor bermang, Alisher Hasanovich, mana biznes plan shundan iboratki, biz 9 soatli bino qurib, uni bo'yni sal shamollaganda 9 balandlik bor, pastroqmi? 5 qavatli bino qilib, mehmonxona qilmoqchimiz va sutkasini 2 million 400 ming qilib qo'ymoqchimiz. Sutkasi 2 million 400 dan bo'lsa yurmaydi. Nega? Soatdan 300 ming so'mdan qilib qo'ying. Gaz ko'rsatmoqchisiz. Sotga o'tadi. Hamma tushunadi. Endi ularni oilasiga o'yinga o'ziga kvartira qanaqa qulaymi deb o'yladi. Kvartira? Ha. Oldin kinoga boring. Ey, shuni o'ylamayman qara. Mana buni qara. Qani, o'tma uzunlik bor. Endi qarang, Alisher Hasanovich, man demoqchi bo'lgan narsam bu biznes planda. Onam nardanmi? Yosh bolasiku. Kiray yo'q.
Sen karavanın tezgah. Bir fincan kahve ustida gaplashib olsak. Marhamat. Ben tushunmadim ukam. Okey. Istiyorsa bo'lsinlarmi? Sen kimdi misan? Sen kimdi misan? Ey, bana hayotimni raso qilasan. Qanaqasiga ikkita erkak kishi bitta biznes planni Ramazonda stol ustida gaplashadi. Rozi bo'lsin dedingiz-ku. Okajon, boshqa restoranga boramiz, nima desa, o'sha pulni rezingasidan qotib o'tdi shunam. Hammadan tashagansan. Uzr, ming bor uzr. Joy bu o'zi nima bu? Uzr. Hozir qanaqadir bitta Yo'qol ket, ko'rma. Bor, ket o'qigan e'tibor bermayman. Uzr. Afsan qaravering. Ishga ichib o'tiringlar. Yeyishga nima buyurasizlar? Nimalaringiz bor? Ajoyib ovqatlarimiz bor. O'z qo'yining kazor bilan yurib ketganini ko'rib, chidolmay o'lgan qo'shiqlar, go'shtirasdek bor. Milliy taomlarda nima bor? Milliy taom bor. Yo'q, tajribada shirpilab qolgan yigitlar uchun shirpilab. Qaysizlar? Ey, tıkmayayım Başka konu ki. Asabiy so'kman. Bu narsalardan ichib o'tirsa, qo'ylar, uzr, ming bo'lgan. Uzr, qo'yma. Yechi, mamuz yechi, mamuz qo'yma. Nonni boshlanglar. Xullas biz 5 qavatli bino qurib, mehmonxona qilmoqchimiz va bir sutkasini 2 million 900 mingdan qilmoqchimiz. Ya sutkasini desa yurmaydi. Nega? Soatda 300 ming so'mdan qo'yib cho'tib yurib ketadi. Buni tushunadi. Endi baribir qanaqadir sizdan gaplashishga aniqroq men tushundim. Hayajonlanma, hammasi rahmat. Yo'q. Mavloq odammi? Yo'q, mavloq odam emasmi? Shuni ish qilaman. Yo'q, men ish qilmayman. Nima ish qilaman? Yo'q, men tushunmadim. Oka, ming bor uzr, man. Ota-onalar uchun o'nlab shaxsiy yordam foydalanishi topshiriq qo'yilgan. Ularda ingliz tili, shaxmat, raqs kategoriyalarida intensiv mashg'ulotlar o'tkazilgan. Yanayam kattaroq pul to'lanadigan vaqtlarda esa bolaligimizda yetti uxlab tushimizga kirmagan qulayliklarni uchratishingiz mumkin. O'g'il qizingizni aynan hozir nima bilan shug'ullanayotganini telefoningiz orqali kuzata olasiz. U shu yoki tarkibi mental arifmetika, gimnastika, musiqiy studiya, yozgi va qishki basseyn, xoreografiya, aktyorlik mahorati darslarini bir paytlar universitetlardan ham topib bo'lmas edi. Farzandlar uchun qulaylik yaratish yaxshi albatta, lekin esimlanishga ulgurmasdan aql bovar qilmaydigan sharoitlarni ko'rayotgan bolaning tarbiyasi haqida ham o'ylab qolasiz. Darvoqe, Toshkentda faqat va faqat oligarxlarning farzandlari uchun mo'ljallangan bog'cha ochilganmish. Ota-onalar uchun o'nlab shaxsiy yordam foydalanishi topshiriq qo'yilgan. Ularda ingliz tili, shaxmat, raqs kategoriyalarida intensiv mashg'ulotlar o'tkazilgan. Yanayam kattaroq pul to'lanadigan vaqtlarda esa bolaligimizda yetti uxlab tushimizga kirmagan qulayliklarni uchratishingiz mumkin. O'g'il qizingizni aynan hozir nima bilan shug'ullanayotganini telefoningiz orqali kuzata olasiz. U shu yoki tarkibi mental arifmetika, gimnastika, musiqiy studiya,
yozgi va qishki basseyn, xoreografiya, aktyorlik mahorati darslarini bir paytlar universitetlardan ham topib bo'lmas edi. Farzandlar uchun qulaylik yaratish yaxshi albatta, lekin ism tanishgan bo'lmasdan aql bovar qilmaydigan sharoitlarni ko'rayotgan bolaning tarbiyasi haqida ham o'ylab qolasiz. Darvoqe, Toshkentda faqat va faqat oligarxlarning farzandlari uchun mo'ljallangan bog'cha ochilganmish. Ota-onalar faqat va faqat oligarxlarning farzandlari uchun mo'ljallangan bog'cha ochilganmish. Faqat va faqat oligarxlarning farzandlari uchun 3-2-1 boshlaydi. Qadrli sport ixlosmandlari, mana bugun tungi o'yinlarda agar bizni kimdir xalqam ko'rayotgan bo'lsa, assalomu alaykum deymiz. Albatta, sportchilarimiz bugun Tokio Olimpiya o'yinlaridan qaytib kelishmoqda. Eslatib o'tamiz, yurtdoshlarimiz 166 ning ichida qadrli 66-chi o'rinni qo'ygan ishlar. 66 deysizmi? 69 omon bir taklif kirib kelishar. Aralashmaydi endi. Ortimizda yuzlab davlatlar qolib ketadi. Ular orasida rivojlangan davlatlar ham bor edi. Xususan, Iroq, Afg'oniston, Kuvayt, Albaniya. Albaniya kabi davlatlar ham bor edi aslida. Sal qolsa Albaniyada bormoqchi edi. Haqiqiy o'zbek farzandlari, tomirda o'zbek qoni oqayotgan yigitlar, sof o'zbeklar. Fyodor Ilinchuk, Anton Pokin. Va yaqindagina uch bahorda qarshi olgan aksar chunkilar ham bor edi. Anton Pokin. Va yaqindagina uch bahorda qarshi olgan aksar chunkilar ham bor edi. 40 yoshda bo'lsa chunsagidir emas, chunsitil ekanlar. Biroq aralashmaydi, kimga atrofda bo'ldi? Qarasiz bo'lmaydimi? Oylarda gapirib, intiring buzib, ayol kishini haqoratlab o'tiribdi. Ayol kishi ishlab gapirish yaraydimi? Ayol kishi kimningdir opasi, kimningdir singlisi, kimningdir onasi. Ayollarga yomon muomala qilish yaramaydi. Ayol borki, olam bilan qoladi. Alo. Ishlaman, ishla. Telefon qilmay turib, xotin, senlar boqaman deb pachirdi. Madafida ayol bu butron bir nima edi? Ilinchuk. Ayollar eriga qanchalar soldi? Qanday ichib kirmaysan ekan? Mana it egasiga qanchalar soldi? Itdan hozir qilmadi. Hozir Ishsiz qilgan tashkilotchilar nima bo'lsa ham gap tegmasin. zo'r kanallarmiz. Bak hamma narsa qarg'achilar bitta cho'yliklanchi. Qo'yiladi. Hech narsa qayerdadir ko'rgan forma hech narsa. Piyoda keldi, yo'lda surdi ekanda. Hech narsa siz kimsiz? Mani ro'yxatdan olib kelish. 2 soat turib bersa yana qaytarib olib ketaman. Problema bor, Yo'q, nima bo'lsa ham gap tegmasa bo'ldi. Hozir men ana olimpiadachilarni ro'yxatini olaman. Keyin o'shlarda. Piyoda keldi, yo'lda surdi ekanda. Hech narsa siz kimsiz? Mani ro'yxatdan olib kelish.
soat turib deraza yana qaytarib olib ketaman. Problema bor, problema. Yo'q, nima bo'lsa gap tegmasa bo'ldi. Hozir men ana olimpiadachilarni ro'yxatini olaman. Keyin o'sha. Zo'rva aka. Ha, endi bu. Yeri bilmasa kerak. Bilaman. Chiroyli ekan o'shangida. Menimcha shu qizlar o'rashga birmisiz deymanda. Yo'q, birmasman. Yo'q, birisi. Yo'q, birmasman. Yo'q, birisi. Yo'q, birmasman. Siz qaysi kanaldansiz? Belli baland kanaldan. Mahalla. Ummon bilan kalizaga ham nima bo'lmagandek. Endi haqiqatdan hammamiz yaxshi bilamiz Buxorodasizlar. Endi Buxoroni Amerikada tutadilar. Ularga yarashadigan bir oddiy stul olib chiqsa, mehmonga g'alati bo'lsa kerak bu safar. Qani bir yarashadigan stul olib chiqinglar. Ummon bilan kaliz ana kengizlar. Tuhmatchi keladi, o'g'ri keladi, qaynona keladi, bolasini o'ldirgan keladi, qiynagan keladi, xiyonatkor keladi. Kengizlar. Yo'q, mak yo'q. Anaqa endi-chi to'g'ri shundayda, ba'zi mehmonni yo'q. Ko'p film olishini men tushunaman. Lekin hech bo'lmasa rasmga boshqadan tushib bersa bo'ladi-ku. Filmga bitta xiyonatkor kelin va Rustam ana kengizlar. Konsertiga tusha olmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan qilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Shu kerakmiz. Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchim kerak haqiqatdan. Yo'q, qarang. Biz siz bilan gaplashmagandik, kelishmagandik. Keling. Yo'q. Yoki uzr. Qadrli mehmonlar, Bugun siz kelinsiz, boshlovchi emas. uzr, o'rganib qolman. Birinchi marta yerga tegishimdi. Hech qisi yo'q. Keyingilarda o'rganinglar. Video murojaatim Millionni konsertiga tusha olmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan qilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Aktyora, baktyora, shaktyora, diktyora, baltyora. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan. O'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, tuhmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarg'agan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Ma'zur chiqon. Ma'zur. Tamam. Sahna orti. Zamonlar va xalqlarning eng buyuk prodyuseri, rejissyori, shoiri, ssenaristi, aktyori
shahtyori, neftyori, maljori. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan mahoratli piarchi. Milyon jamoasi nomidan kattakon mehmon degan nomi bor. Kelinlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, tuhmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarg'agan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mashhur chiqon. Mashhur. Tag'in endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Zombie apocalypse. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda kechagi videoni davomini tomosha qilamiz, ya'ni Million jamoasining konsertida yozib olingan mobil tasvirlarni to'plamini tomosha qilamiz. Yana bir muammo do'stlar, ya'ni bu YouTube'ga chiqarilgan bu videolarga Million jamoasi avtorskiy prava, ya'ni jalba tashlayotgan ekan, ya'ni o'zini kontaktini da'vo qilib tashlayotgan ekan. To'g'ri, Million jamoasi bunaqa qilishga haqli, lekin bu oddiygina konsertda yozib olingan mobil tasvir. Buni hech qanaqangi avtorskiy pravaga to'g'ri keladi deb o'ylamayman. Ya'ni bu kачественный video kamerada yozib olingan tasvir emas, ya'ni konsert batafsil yozilmagan bu yerda. Ularning kontakti bo'lsa ham oddiygina vlog qilib telefon yordamida yozib olingan konsert. Bunga muxlislar, ya'ni tomoshabinlar, konsertga kira olmagan tomoshabinlar qiziqadi. Aynan o'sha tomoshabinlar bu konsertni YouTube'dan izlaydi va hozirda ko'rib turibsiz, YouTube'ga konsertni parchalari chiqib ketgan, ya'ni bir to'plami yo'q. Ya'ni bir joyga yig'ib chiqargan odam yo'q. Bugun esa biz o'sha videoni chiqarishga qaror qildik, ya'ni konsertda bo'lib o'tgan qiziqarli video sahnalarini, ya'ni Ahad Qayumning chiqishi, Luiza Rasulovaning chiqishi va Umid akani konsertdan Million jamoasidan ketishini bemalol ko'rishingiz mumkin. Agar do'stlar videomiz sizga ma'qul bo'lsa, birgina like bosishni unutmang. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bundan ham zo'r videolarni o'tkazib yubormoqchisiz, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'ying. Do'stlar, demak bugungi videomizni boshlaymiz. Millionning konsertiga tushaman deb bilet qidirib yurganlar. Harakat qilamiz harakatni. Aytganchi, o'tgan yili bilet olganlar. Mazami sizlarga, mazami? Ko'rasizlar, xizmatdamiz. Mazami, nizami, sizlarga mazami. Zarin Nizomidinovaning o'g'li kimga o'xshaydi? Luizada 5600 so'm bir kunga, bir soatga 15 minutga hop. Ahad Qayum. Konsert yarmi tayyor ekan.
yig'ilib qolgan. Jamoa tayyor. 20-dan 28-fevralgacha millionavirus eniga emas, bo'yiga yuvini. Ade, mana ikkasini qo'yib qo'yguncha, bunda becharalarga yordam bersa bo'lmaydi. Karate olamiz. Hali ham yosh bolasi Umidjon. Boringga qara. Esimdan chiqdi. E'tibor bermang, Aksar Asamovich, mana biz bilan shunday iboratki, biz 9 qavatli bino qurib, uni bo'ynim sal shamollaganda 9 balandlik bor, pastroqmi? 5 qavatli bino qilib, mehmonxona qilmoqchimiz va sutkasini 2 million 400 ming qilib qo'ymoqchimiz. Sutkasi 2 million 400 dan bo'lsa yurmaydi. Nega? Soatga 300 ming so'mdan qilib qo'ying. Yosh bo'lib ketmoqchisiz. To'rt yil ketadi. Hamma ishlarni endi ularni oilasiga o'yinga o'ziga kvartira qanaqa qo'yadimi deb o'yladim. Ha. Ey, shuni o'ylamanman qara. Mana buni qara. Qani, o'tma uzunlik bor. Endi qarang, Aksar Asamovich, men aytmoqchi bo'lgan narsam bu biznesmanda. Onam normalmi? Ulashyapsiz? Ey, yo'q. Aksar qarab oling tezroq. Nominatsiya g'olibini aniqlash fursati yetdi. Avval mukofotni keltirishlarini iltimos qilamiz sahnaga va hozir biz hayajonli daqiqalar albatta. Biz hozir birgalikda g'olib nomini bilib olamiz. Jam hayajondaman. 2021-yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi g'olibi Martin Scorsese va James Cameronni ortda qoldirgan holda barcha davrlar, zamonlar va xalqlarning eng buyuk prodyuseri, rejissyori, shoiri, ssenaristi, aktyori, vaktyori, shaktyori, liftyori, montyori, tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan mahoratli piarchi. Endi Buxorolik mehmonimizga shunchaki stul olib chiqsa uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu nodir tartib hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. Ovozlardan oling. Fohishaning to'yi, fohishaning xiyonati, fohishaning qotili. Ota-onasini tarbiyasiga olgan fohisha deb qo'ymaymiz. Filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin.
tuhmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Aziz Tamam, endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatkor. Shifokorning xiyonat. Hozircha aktyor aktrisalar hamda o'zbek kinosi haqida fikrlasiz. Yo'q, fikringizni mana o'z kinolarga qo'ygan nomingizdan ham bilib olsa bo'ladi. Ko'chada qolgan aktyor. Rejissyor va uning o'ynashi. Ikkita yigit bilan yurgan aktrisa. Mashhur qo'shiqchining xiyonatkor sevgilisi. Bu yoqda nomlarga e'tibor beringlar. Kelinning siri, kuyovning siri. Shuni bitta er-xotinning sirini qo'yib qo'yamiz. Yo'q, deb olmaymiz. Yaqinimizda o'yladik. Chimildiq sirida qo'yib Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Mana Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana buni ishlayman. Bu safargi video murojaatim Millionning konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan turmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchiman. To'g'ri aytasiz. O'zi bu ifloschiyu. Sizni mana bu tutingizga qiziqib o'ylanyapti. O'zim butun xalq sizni tutingizga qiziqadi. Menga qarang, o'zi bu haqiqiymi? Ha, ishonmasangiz ochib ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz ekspertiza qildiramiz. Kelinglar. Ha? Qo'shib berdimi? Ha? O'rnak faqatligidan bildim o'zi. Ha? Qo'shib berdimi? Ha? O'rnak faqatligidan bildim o'zi. Kelmaydi o'zi, ayni joylashtirib qo'ydi. Boshiga mana shu yo'lni boshlab Quvnoqlar va zikkorlar ko'rik tanlovidan boshlaganman. Mana shu ko'rik tanlovdagi ustozlarim Olimjon Xudoynazarov, Shukrullo Mahkamovga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Jamoada bir paytda biz bilan birga ijod U ishlarni qilmayman. Men qilaman. Ovqat qilmayman. Men qilaman. Qilmayman. Nechun? Figuram buzilib qoladi, tug'mayman. Qo'ydim, qilaman.
Eshitaman. Menga artistdan chaqiryapti. Eshitaman, gapimda bor. Boshlovchiga normalni gapirsan. Mana shu fursatlarda davramizga kelinni va kuyovni do'stlarini tabriklar sahifasiga chorlab qolamiz. Va niyat qilib qolamizki, kuyovimiz ota-onasiga kuyov emas, o'g'il bo'lsin. Kelinimiz kelin emas, qiz bo'lsin. Qiz bo'lsin nima bo'lsa ham. Albatta uzr so'ragan holda Aziz muxlislar, bu safargi video murojaatim. Qog'ozini upakovka qil buni, yop. Men qo'limni oling. Avval mukofotni keltirishlarini iltimos qilamiz sahnaga. Va hozir biz hayajonli daqiqalar albatta. Biz hozir birgalikda g'olib nomini bilib olamiz. Kim hayajondaman? 2021-yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi g'olibi Martin Scorsese va James Cameronni ortda qoldirgan holda Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Aktyori, baktyori, shaktyori, liftyori, baltyori. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan o'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha endi Buxorolik mehmonimizga shunchaki stul olib chiqsa uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Nodir taxt hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ridan olib turing. Mehmon degan nomi bor. Filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin.
qimmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarg'agan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mashhur chiqon. Tamam, endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Shifokor xiyonat qanaqa bo'ladi? Hozir kiraman deb turib boshqa odam operatsiya qilishdimi? Ko'rgan ekansiz, o'g'lim. O'zbekcha aktyor aktrisalar haqida, o'zbek kinosi haqida nima fikrlaysiz? Endi yo'q, fikringizni mana o'z kinolarga qo'ygan nomingizdan ham bilib olsa bo'ladi. Ko'chada qolgan aktyor. Rejissyor va uning o'ynashi. Ikkita yigit bilan yurgan aktrisa. Mashhur qo'shiqchining xiyonatkor sevgilisi. Bu yoqda nomlarga e'tibor beringlar. Kelinning siri, kuyovning siri. Buni bitta qilib er xotinning sirini qo'yib qo'yamiz. yo'q, deb olmaymiz. Yaqinda biz o'yladik, chimildiq siri deb qo'ydik kinomiz. Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Qaysi jon? Kinolarni, panoramani sota olaman, sho'rvani sanab olaman. Tasavvur qilsizlar, qanday qimmat konsert ko'rayotganlar o'rtoqlar. Yo'q, lekin 5 million emas, boshqacha pul bo'lmay qoldi. Aravasida nomerini yutgan. 5 million olamiz, 30 Z 777 Z bor. To'g'rimi? Mayli. Bilamsiz, hamma shu. Pul beryapmiz. Ha, sizlar Mani Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustundan turmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi ekan. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'yaman. Katta Sodiq. Tafkirlasan. Qo'ychi. Ichida sizlarga narsa bormidi? Endi yo'q. Shaxsiy tasvirga hujjat bormi? Assalomu alaykum ota. Alaykum. Ayting ota. Ha, kursdoshlar. Hammamiz kirib ketaylik. Ayting ota. Aytdim-ku. Ey, blogerman, podpисчикlarga ayting. Senga o'xshaydiganlarim ko'payib ketdi, sizlar ham kirib ketinglar. Voy, mana o'qib bo'lar ekan. Ayol kishilarga. Asliga yetishishdan ko'p. Buni ne bilagan? Adamlar 25 yilligini bitirib to'lab qo'yibsizlar. 25 yilligini nima qilasan? Amman kelma. Sizga o'xshagan bitta ilon olib beradi, o'shandan chaqishib yuraman.
qo'yaveradi. Vohimiz qursin. Assalomu alaykum Moqchaba. Va alaykum assalom. Abu siz o'zingizniki bilan olib berasiz. Bog'chalarga sizga to'g'ri kelmaydi. Sizniki boshqacha-da, Meniki ade, mana ikkitasini qo'yib qo'yguncha, bunda beva bechoralarga yordam bersa bo'lmaydimi? Bechoralarni bilmadim, lekin bevalarga yordam beryaptilar. Eshitdik, siz ham bevay qilsiz. Dadam solami? Salomat bo'lsinlar. Adangizga o'tgan safar ko'proq salom o'tadilar. Manimcha o'tgan safar sizlar xizmat ko'proq qilamiz kerak. Demak, bolalar, sizlarni kun tartibi bilan tanishtirib o'tamiz. Karate g'olimiz. Hali ham yosh bolasi Umidjon. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, men dushanba. Bunda bas seshanba. Men chorshanba. Men chorshanba obeddan keyin, maylimi? Boshimga mana shu yo'lni boshlab quvnoqlar va ziktorlar ko'rik tanlovidan boshlaganman. Mana shu ko'rik tanlovidagi ustozlarim Olimjon Xudoynazarov, Shukrullo Mahkamovga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Jamoada bir paytda biz bilan birga ijod Ashari g'alati ijtimoiy jamoa bilan yaxshi xayrlashsa ham bo'lar ekan. Bu yigit aniqroq hozir xatoyimni to'g'rilashni istagan bo'lardim. Bu yigit sahna bilan jamoaviy yumor sahnasi bilan xayrlashyapti, lekin jamoa bilan xayrlashayotgani yo'q. U har doim safimizda bo'ladi. Sahna ortida biz bilan birgalikda yelkama-yelka turishiga ishonchimiz komil. Va bu yigit hozir sahnaga chiqishidan avval, zal bilan xayrlashishidan avval kichkina iltimosni amalga oshirmoqchiman. Bu yigit 8 yil davomida ozmi ko'pmi siz uchun tik oyoqda mehnat qildi va uni shunga yarasha kuzatib qo'yishingizdan, oyoqda kuzatishingizdan umidvorman.
mehmonlar bunaqa qilmaydi o'rtoqlar. Mehmon degan nomi bor. Kelinlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, himmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mashhur chiqon. Tag'in endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Aktyora, baktyora, şarkılara, diktyora, baltyora. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan. O'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha mani Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishuvdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida mani ustimdan turmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchiman. Sen aytgan, men tilimdan yeganman, gapirib qo'ydim degan. Hurmatimni qilishing kerak edi. Men o'shanda qo'limni ko'tarmasdim. Mehmonlar bunaqa qilmaydi o'rtoqlar. Mehmon degan nomi bor. Kelinlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, himmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mashhur chiqon. Tag'in endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Ha, ishonmasangiz ochib ushab ko'rishingiz mumkin. Siz ekspertiza qidirib ko'ramiz. Kelinglar, qafasni ochmaymizda, to'yimizni ochib deb e'lon qilamiz. Aktyora, baktyora, şarkılara, diktyora, baltyora. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan. O'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha mani Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishuvdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu
Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida mani ustimdan bilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi ekan. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchiman. O'tgan yili mart va aprel oylariga rejalashtirilgan, ammo pandemiya va uning ortidan ommaviy tadbirlarga cheklov o'rnatilishi natijasida bahor fasliga mo'ljallangan 70 ga yaqin konsertlarning barchasi yoki bekor qilingan yoki noma'lum. Ha, kalla bormi nima qilasiz? Yo'qlama qo'yman. Bog'chani opang qani. Assalomu alaykum bog'chapa. Sen içmesi yanına bok koygunca. Süt var mı? Mama o Google boy. Chiqayotganimda chiqayotganingizda odam ko'p bo'ladi. Chiqayotganimda men konsertga masdan chiqaman o'rtasida. Konsert уже boshlanib bo'lgan. Men o'zim sahna ko'rinishimga yaqin chiqaman. Sizdek muxlislar bilan faxrlansak arziylaringizlar. Biz esa bugungi tomoshani kelgan joydan davom ettiramiz. Muhammad Mana bugun Million jamoasining yangi konsert dasturida hammaning o'z ko'ngili men video murojaat qilmoqchiman. Men Million jamoasiga o'zi Million konsert davomida men Million jamoasiga mana aktyor sifatida qabul qildim. Feruzdan oilalarni o'rniga shuning uchun mani gaplarim, mani chiqishlarim orqali tushuningizda bu hammasi Million jamoasi yangi konserti uchun material tayyorlanadi. Davron Gabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan bilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi ekan. Kerakmi? Shuni undan amalab qolgan narsa bor. Mana shularni o'ynab o'tiribsan, to'g'rimi? Tushib ketadi. Endi olamadi bitta egasi. Mayli kecha xohlamayman. Mayli kecha xohlamayman. Mayli kecha. Xohlayotgan odam kiraymimanmi? Demak,
Kapalı böyle yürüyoruz. Hani bakalım. Nima? Bizami? Şunu tekin yürüp beyle ben kutlu olayım. Ustoz? Ha? Barcha davrlar, zamonlar va xalqlarning eng buyuk prodyuseri, rejissyori, shoiri, ssenaristi, aktyori, vaktyori, shahtyori, liftyori, montyori, tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan nihoyatli piarchi. E'lon qilaman! G'onka! Ey! G'onka emas, go'rka! Ana endi bir-birlaringizda. Bu solinglar, bo'lmasa shart emas. O'zi bo'lmasa ham kerak yo'q. To'g'ri aytasiz. O'zi bu iflos-ku. Sizni mana bu Gulni beringlar. Alshin aka. انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شريت عصير دماغي بتعمل Yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi g'olibi, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi chiqa qoling sahnaga bo'ldi, zatiz bitta. Barcha davrlar, zamonlar va xalqlarning eng buyuk prodyuseri, rejissyori, shoiri, ssenaristi, aktyori,
aktyori, vaqtyori, shahtyori, liftyori, montyori. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan nihoyatli piarchi. Endi Buxorolik mehmonimizga shunchaki stul olib chiqsa uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu Nodir taxt hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ridan olib o'tiring. 2020 yilning mart va aprel oylarida o'tishi rejalashtirilgandi, ammo pandemiya va uning ortidan ommaviy tadbirlarga o'rnatilgan cheklov bois bizning diydorimiz biroz cho'zildi va umid qilamizki, bugun bu narsa bizga aslo hammada 100% konsentratsiya, o'ngga chapga chalg'ish yo'q, gaplashuv o'tirishi yo'q bolalar. Davaychi. Va men bir jihatga to'xtalib o'tishni alohida istagan bo'lardim. O'tgan yildan hammasi bo'lib 70 ga yaqin konsert kechiktirildi va ro'parosa 1 yilga qoldirildi. Lekin mana shu ikki qator bo'lib yuramiz, qani marhamat. Nima? Bizami? Sizlar sekinlik ko'ringlar, men qo'shib olaman. Ustoz? Ha? Shu kimlar bilan bir tushganmisiz? Bo'lmasam-chi. Kimga buyurding? Uy berdimi? Ha? Qo'shib berdimi? Ha? O'rnash faqatligidan birini qo'ysa. Kelinglar, qafasni ochganingizda buyurtmachimlik e'lon qilaman. Avvalambor assalomu alaykum izlar, assalomu alaykum. Наша новая звездочка. Видео был. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Fikr hamda mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdan esa uzoqlashmang. dan 28 fevralgacha millionavirus mana Davron G'abulov konsertiga taklif qilib yurayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana ko'ringlar. Bu safargi video murojaatim millionni konsertiga ishonmagan bizga. Mana shu odam oldida mani ustimdan turmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi.
hammaga bildirib qo'ymoqchi kerak. Endi Buxorolik dehqonimizga shunchaki suv ochiq suv uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu nodir tartib hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ri olib Fohishaning to'yi, fohishaning xiyonati, fohishaning qotili. Ota-onasining tarbiyasini olgan fohisha deb qo'yman. Filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, tuhmatchi kelin, chaqirchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarg'agan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mas'ul chiqon. Tana endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Ham xiyonatkor. Shifokorning xiyonati. To'g'ri aytasiz. O'zi bu uslashga sizni mana bu tutizga qizib o'ylanyapti. Kelinning siri, kuyovning siri. Bitta er xotin siri. Yo'q, deb olmaymiz. Yaqinimizda o'ylaydi. Chimildiq siri deb qo'ydik. Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Qaysizlar?
qahvasida gaplashib olsak. Xo'p. Marhamat. Tushunmadim uka. Okey, siyosat bo'lsalar. Sen kimsan? Sen kimsan? Bana hayotim arası okulasan. Qanaqasi ikkita erkak chiqib biznes bilan Ramazon ishni stol ustida gaplashadi. Ba'zi bo'lsa deysizmi? Okajon, boshqa restoranga boramiz, nima deysizlar? O'sha pul veringizga kelsa men ortib o'tib tashlaman. Uzr ham men uzr joy bo'ldi, nima bu? Uzr. Hozir ishni olasizlar.
3-2-1 boshlaydi. Qadrli sport izlashmanlari, mana bugun tungi uch o'yinlarda agar bizga kimdir xalqam bo'layotgan bo'lsa, assalomu alaykum deymiz. Albatta, sportchilarimiz bugun Tokio Olimpiya o'yinlarida qatnashmoqda. Eslatib o'tamiz, yurtdoshlarimiz 166 dan ichida qadrli 66 o'rinni qo'lga kiritadi. 66 deysizmi? 69 omadli taklif kirib kelishadi. Ortimizda yuzlab davlatlar qolib ketmasdi. Ular orasida rivojlangan davlatlar ham bor edi. Xususan, Iroq, Afg'oniston, Kuvayt, Albaniya. Albaniya kabi davlatlar ham bor edi aslida. Sal qolsa Albaniyada bormoqchi. Haqiqiy o'zbek vatanlari, tomirda o'zbek qoni oqayotgan yigitlar, sof o'zbeklar, Fyodor Inchuk, Anton Kokin. Va kattadagi raqibni uch bahorda qarshi olgan Aksar Chimiyevlar faoliyati. Anton Kokin. Va kattadagi raqibni uch bahorda qarshi olgan Aksar Chimiyevlar faoliyati. Qilich yoshda o'zini Chusingidil emas, Chusingdil ekanlar. Ayollarga yomon muomala qilish yaramaydi. Ayol borki olam bilan qoladi. İşlemen işte. Telefon komayda xotin, senlarga olma deb bajirdi. Madafida ayol bu butron ko'rmaydi. Ayollar
xiyonatkor kelin va rus tilimiz ana kengizlar. Konsertiga ishonmagan muxlislarga mana shuncha odam oldida mani ustundan qilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Shuni hammaga bildirib qo'ymoqchi kerak haqiqatda. Biza siz bilan gaplashmagandik, kelishmagandik. Yo'q. Yoki uzr. Qadrli mehmonlar. Bugun siz kelinsiz, boshlovchimi? Uzr, o'rganib qolmam. Birinchi marta yerga tegishim. Hechqisi yo'q. Ilgilanib o'rganinglar. Video murojaatim videoni konsertiga ishonmagan muxlislarga mana shuncha odam oldida mani ustundan qilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan o'zi tanimaydigan va skорее всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha filmlarni nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, tuhmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarg'agan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Ma'zur chiqon. Ma'zur. Tamam. Zamonlar va xalqlarning eng buyuk prodyuseri, rejissyori, shoiri, ssenaristi, aktyori, 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 montyori, tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan maqolaga yarashib mukofotni keltirishlarini iltimos qilamiz sahnaga va hozir biz hayajonli daqiqalar albatta. Biz hozir birgalikda g'olib nomini bilib olamiz. Judayam hayajondaman. 2021-yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi g'olibi Martin Scorsese va James Cameronni ortda qoldirgan holda Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum.
Mansura. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan o'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha endi Buxoroning mehmonimizga shunchaki suv olib chiqsa uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu nodir taxt hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ridan olmayman. mehmon degan nomi bor. Kelinlarning nomini diqqat qilasizlar. Hiylagar kelin, himmatchi kelin, chaqimchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin, qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mas'ul chiqon. Tamam, endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini, musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Shifokor xiyonat qanaqa bo'ladi? Hozir kiraman deb turib boshqa odamni operatsiya tashlaydimi? Ko'rgan ekansiz, o'g'lim. O'zimcha aktyor, aktrisalar haqida o'zbek kinosi haqida fikrlasiz. Endi do'stlarimga qarab. Yo'q, fikringizni qarang. O'z kinolarga qo'ygan nomingizdan ham bilmasa bo'ladi. Ko'chada qolgan aktyor. Rejissyor va uning o'ynashi. Ikkita yigit bilan yurgan aktrisa. Mashhur qo'shiqchining xiyonatkor sevgilisi. Bu yoqda nomdagi bor deydilar. Kelinning siri, kuyovning siri. Shuni bitta qilib er xotinning sirini yo'q, deb qolmadingiz. Yaqinimizda o'yladiydi. Chimildiq siri deb qo'ygan kinomiz. Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Qaysi jon? Kinolarni panoramani sotaolamiz, to'g'ri sanadolamiz. Tasavvur qilsam, qanday qimmat narsa ko'rayotganlar o'rtoqlar. Yo'q, men 5 million boshqa bo'lmay qoldi. Qarabasiz, nomerni qo'yishgan. Lekin $30 30Z 777 ZZ bor. To'g'rimi? Yo'q, mayli. Bilamsiz, hamma bo'lsin. Pul beramiz. Mana Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishuvdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusha olmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan kulmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'yaman. Katta Sodiq. Qanday do'stlar? Qo'ychi.
İçinde sinirgen narsa bormidi? Endi yo'q. Shaxsiy tasvirga hujjat bormi? Assalomu alaykum ota. Ayting ota. Ha kursdoshlar, hammamiz kirib ketaylik. Ayting ota. Aytdim-ku. Ey, blogerman, подписчикlarga ayting. Senga o'xshaydiganlarim ko'payib ketganda sizlar ham kirib ketinglar. Voy, mana oqo'g'il bor ekan. Ayol kishilarga. Sizga yetishgan chiqdi. Buni ne bilaga? Odamlar chiqdi 25 yilligini bitirib to'lab qo'yibsizlar. 25 yillik nima qilasan? Andan kelma. Sizga o'xshagan bitta ilon oberadi, o'shandan Avval mukofotni keltirishlarini iltimos qilamiz sahnaga va hozir biz hayajonli daqiqalar albatta. Biz hozir birgalikda g'olib nomini bilib olamiz. Judayam hayajondaman. 2021-yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasi g'olibi Martin Scorsese va James Cameronni ortda qoldirgan holda Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Aktyora, baktyora, shaktyora, diktyora, valtyora. Tomoshabinlar ensasidan chuqur o'rin egallagan o'zi tanimaydigan va skoriye всего hech qachon bundan keyin ham tanimaydigan amaldorlar bilan maslahatlashish bo'yicha endi Buxoroning mehmonimizga shunchaki suv ochiq suv uyat bo'lar, yarashadigan narsani olib chiqinglar sahnaga. Albatta bu nodir taxt hisoblanadi. Mehmonligingizga ahamiyat ham bermayman. To'g'ridan ham yo'q. Mehmon degan nomi bor. Filmlarning nomini diqqat bilan eshitinglar. Hiylagar kelin, qimmatchi kelin, chaqirchi kelin, o'g'ri kelin, iflos kelin, erini aldagan kelin, qaynonasini haydagan kelin, qaynonasini xo'rlagan kelin,
qaynonasini qarmagan kelin, qorni och bolalarni qiynagan kelin, bolasini abort qilgan kelin. Mashhur chiqon. Tamam, endi xotin jumlasi bilan. Pul uchun eridan voz kechgan xotin. Bir uyda ikki xotin. Birinchi va ikkinchi xotin janjali. Mahbusning xotini. Musofirning xiyonatkor xotini. Xiyonatga. Shifokorning xiyonati. Shifokor xiyonat qanaqa bo'ladi? Hozir kiraman deb turib boshqa odam operatsiya qilishadimi? Ko'rgan ekansiz, o'g'il. O'zbekcha aktyor, aktrisalar hamda o'zbek kinosi haqida qanday fikrlasiz? Endi to'g'ri Yo'q, fikringizni mana o'z kinolarga qo'ygan nomingizdan bilib olsa bo'ladi. Ko'chada qolgan aktyor. Rejissyor va uning o'ynashi. Ikkita yigit bilan yurgan aktrisa. Mashhur qo'shiqchining xiyonatkor sevgilisi. Bu yoqda nomli bor deydilar. Kelinning siri, kuyovning siri. Shuni bitta qilib er xotinning sirini qo'yib qo'yishimiz. Yo'q, o'tib qolmadingiz. Yaqinimizda o'yladiydi. Chimildiq siri deb qo'ygan kinomiz. Dugonamning eri, xotinimning dugonasi. Bir kechalik rohat. Qaysi jon? Kinolarni panoramani sota olamiz, obolisini sota olamiz. Tasavvur qilsam, qanday qimmat narsa ko'rayotganlar o'rtoqlar. Yo'q, men 5 million boshqa bo'lmay qoldi. Qarabasa, nomerni qo'yishadi. Biz $30 Z 777 Z bor. To'g'rimi? Mayli. Bilamsiz, pul beryapmiz. Mani Davron Kabulov konsertiga taklif qilib pul berayotganda siz bilan jiddiy suhbat bo'ladi deyishuvdi. Mana ko'rib qo'yinglar, mana muxlislar. Bu safargi video murojaatim Millionni konsertiga tusholmagan muxlislarga. Mana shuncha odam oldida meni ustimdan bilmoqchi bo'ldi. Ertadan boshlab menimcha konsert zapret bo'ladi. Bo'lmaydi konsert. Kerakmi? Shuni hammaga bildirib qo'yaman. Katta Sodiq. Qanday do'stlar? Qo'ychi. Ichida sizlarga narsa bormidi? Endi yo'q. Shaxsiy tasvirga hujjat bormi? Assalomu alaykum ota. Alaykum. Ayting ota. Ha, kursdoshlar. Hammamiz kirmaydi. Ayting ota. Aytdim-ku. Ey, blogerman, podpисчикlarga ayting. Senga o'xshaydiganlarim ko'payib ketganda, sizlar ham kirib ketinglar. Voy, mana oqo'g'il bor ekan. Ayol kishiyliklar. Sizga yetishgan chiqdi-ku. Buni ne bilaga? Adam raqamdan chiqdi 25 yilligini bitini to'lab qo'yibsizlar. 25 yillik nima qilasan? Andan kelma. Sizga o'xshagan bitta ilon oberadi, o'shandan chiqishib Toza, qo'yib yuborlar.
Voqeamas, ko'rsin. Assalomu alaykum, Voqeapa. Va alaykum assalom. Abu, siz o'zingizniki bilan olib berasiz. Bog'chalarga sizga to'g'ri kelmaydi. Sizniki boshqacha-da, Meniki adi, mana ikkasini qo'yib qo'yguncha, bunda beva bechoralarga yordam bersa bo'lmaydimi? Bechoralarni bilmadim, lekin bevalarga yordam beryaptilar. Eshik, siz ham beva ekansiz. Dadam solami? Salomat bo'lsinlar. Adadizga o'tgan safarda biroz salom o'tdilar.